Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa mana shu chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan komplektimiz yaxshi niyatda to'yga, kelinga xarid qilindi. Mulk tilla hisoblanadi. Narxlarni ham albatta chiroyli qilib berdik. Rossiyskiy sifatli tilla bayram oldi albatta mijozlarimizni xursand qiladigan narxda qilib berdik. Tabriklaymiz, yaxshiligiga nasib qilsin. Rahmat, arzon ekan, yaxshi oldik, kelishtirib berdi. Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi. Shunday chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan so'nggi modeldagi komplektimizni opamiz xudo xolasa bo'lajak kelinlarga xarid qildi. Tabriklaymiz, yaxshiligiga nasib qilsin. Rozimisiz bizdan? Narxlar qalay? Arzonlashtirib berdimi? Baxtli bo'lsinlar. Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi, shunday chiroyli uzukni xarid qildilar. Xudo xolasa sovg'aga yaxshi niyatda arzon qilib berdik. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Tabriklaymiz, yaxshiligiga nasib qilsin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rsanglar bo'ladi, shunaqangi chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan Zemeka brasletimiz rossiyskiy sifatli tilla hisoblanadi. 15 yillik mijozimiz xarid qildilar. Arzon narxlarda chiroyli qilib berdik. Tabriklaymiz, yaxshiligiga nasib qilsin. Rozimisiz? Sog' bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan komplektimiz hamda ziragimizni 20 yillik mijozimiz xarid qildilar. Albatta buni narxlarni arzon qilib, chiroyli qilib berdik. O'rniga mana eski tillalarni topshirib, yangiga alishtiryaptilar. Kimga shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'ladi. Albatta sizlarga chiroyli xizmat qilib, sizlarni albatta xursand qilib jo'natamiz. Bu tilamiz egasi bo'lsa, tabriklaymiz. Rahmat katta Yusuf. Pedagog o'qituvchi. Ishlaringizga omad. Ammo 20 yillik klientim har doim zo'r mijozlar qiladi. Eng bogati klientlar bilan chiqsiz. rahmat. Omad. Sog' bo'lasiz. Bayramga xudo xolasa ko'rsanglar bo'ladi, chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan ziragimizni xarid qildilar. Tabriklaymiz albatta, arzon narxda chiroyli qilib berdik. Rossiyskiy sifatli tilla yaxshiligiga nasib qilsin. Rahmat.